Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov O'zubi kanali. Bugungi videoda biz mana shu o'zimiz kuchaytirayotgan akkauntda bugungi videoda Nicolo Barellani full holatiga yetkazamiz. Ko'rib turganingizdek, Nicolo Barella hozirda eng yaxshi yarim himoyachilardan biri bo'lib turibdi. U bizga chiqib keldi va biz uni yarim himoyaga qo'yib kuchaytirishni boshlab olamiz. Albatta, bilasiz, men yangi yilgacha 31-dekabr kunigacha 1000 ta obunachiga erishadigan bo'lsam, 31-dekabr kuni kechki soat 12:00 da ko'raman 1000 ta obunachiga erishadigan bo'lsam, albatta hozircha 700 tadan oshiq obunachiga erishdim. Shu akkauntni Telegram kanalimda bepulga shunchaki qandaydir shartlar evaziga, masalan, qaysidir videoyimda qandaydir vaziyatda xuddi shunday mana shunday videolardan bir savol olib tashlayman Ismoilov qiladiganday va o'shanda shu akkaunt kodini to'g'ri topgan insonga tashlayman. Albatta, Telegram kanalimga ham o'tib qolishni tavsiya beraman. Unda barcha Dilis haqidagi yangiliklar, mana shunday futbolchilar yo'qoladigan, pasayadigan, kuchayadigan barchasi haqidagi ma'lumotlar, tanga olmos yig'ish xizmati, sezon pas xizmati, barcha Dilisiga oid donat uslublari, barcha sobitiyalar haqida ma'lumot, Dilis haqidagi barcha batafsil ma'lumotlar berib boriladi. Albatta, Telegram kanalim silkasi kommentariyada va video opisaniyasida bo'ladi. Xo'p, videoga o'tib olamiz endi. Videoda ko'rib turganingizdek, kontrol va pas darajalari 92, takling 84 bo'lib ketdi, zarba darajasi 77. Barelladan biz pasdan 4 ta 100 va qolgan kuchaytirishlarni, fitnessdan tezliklarni 80+ va stamina darajasini 90 dan yana biroz oshirib qo'yishimiz kerak. Menimcha fitnessdan 10 tacha kuchaytirish ortib qoladi bizga. Agarda Barella zarba darajasiga tushib, takling darajasi 90, qolgan 3 ta darajasi 100 dan bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik fitness bosib yuboramiz texnika bosmasdan. Chunki takling darajasi uncha muhim emas. Bu to'pni olib qo'yish degani himoyachilarga muhim bo'ladi. Barella bizda yarim himoyachi, tayanch ham emas, shuning uchun unga takling uncha muhim emas. Lekin hozircha zarba darajasi juda past, takling esa ancha balandda. Shuning uchun menimcha unday bo'lmaydi. Va kontrol darajasi 99 bo'lib ketdi Barellada. Yaxshi kuchaymoqda Nicolo Barella. Pas 95, zarba 81, takling 87 va pas 96 bo'lmoqda. Nicolo Barellada bizda bir ikkita internetda muammolar bo'lmoqda. Wi-Fi'ga uzoqroq joyda edim. Endi yaqinroq joyga o'tib oldim va kontrol darajasidan birinchi 100 chiqarib oldik. Nicolo Barella bilasiz, Inter jamoasi o'tgan mavsumda finalgacha yetib bordi va unda Lautaro, Barella va Di Marco, Dumfries, Bastonilar kabi futbolchilar ancha kuchayib oldi. Inter tarkibi ham ancha ko'tarilib oldi Dilisida. Shu sababli u ham 84 darajaga erishdi. Bundan balandlashmaydi menimcha va pastlab ketishi mumkin. Shu sababli uni olib full qilib qo'yapman. Hozircha Barelladan 2 ta 100 chiqarib oldik. Takling darajasi 90 bo'lib ketdi Nicoloda. Va endi takling ko'tarilib ketmoqda. Zarba darajasi esa 84, takling 93 bo'lib ketdi. Va zarbaga break horse 86 zarba, 87 zarba va yana zarbaga 88. Takling 94 bo'lmoqda. Va zarba 89. Zarbasi ham 90 bo'ldi mana. Keyingi kuchaytirish taklingga orasida 5 ta farq bo'lmoqda. Takling 96 bo'lib ketdi. Zarba 91. Baribir Barelladan pasdan 400 chiqarar ekanmiz va qolgan kuchaytirgichlarimizni fitnessga bosib yuboramiz. Ko'plab yarim himoyachilar, masalan, Pedri, shunga o'xshash oldinlar Kroos, Modrichlar, De Bruynelarning takidan past darajalar, ya'ni texnika kuchaytirgichlardan 400 chiqarib keyin fitness bosish yaxshi bo'lardi. Qolganiga hozir ham shunday. Valverde, Pedri, Bellingham shular kabi yarim himoyachilarni texnikaga kuchaytirish ma'qul, lekin Bellingham va Valverde tezliklari yaxshi, ularga fitness bersa ham bo'ladi. Va Barelladan 400 chiqarib oldik. Endi bizda 587 ta fitness kuchaytirgich bor ekan, ko'rib turibmiz. Birinchisida tezlanishiga, keyin stamina, yana staminaga, stamina darajasi 92, tezlanish 85,
Va yana staminaga 93 bo'lib ketdi stamina. Va yana staminaga tushmoqda 94. Stamina bu tejamkorligi, ya'ni o'yinni davom ettira olishi kuchi desa ham bo'ladi. Joni charchamasligi desa ham bo'ladi. 95 bo'lib ketdi bizda stamina darajasi va Barella full holatga yetdi. Sitriga tushdi. 69ligicha qolib ketdi. Mana shu Sitri ham 70 bo'lganda biroz chiroyliroq bo'ladi, lekin Barellani qo'ldan kelgancha chiroyli holatda full holatga yetkazdik. Mana ko'rib turganingizdek Xulian Alvaresdan 600 chiqarganmiz. Vini 500, Alvares ham 500 adashib ketdim. Va keyingi videolarda biz Nuno Mendes, Saliba va yana transferdan chiqadigan boshqa futbolchilarni birin-ketinlikda olib, birin-ketinlikda full qilib chiqamiz. Albatta bu tarkibni 18 ta sariq futbolchi qilishimiz kerak. Ya'ni asosiy tarkib, zaxira hammasi sariq bo'lishi kerak. Bizda darvozabonlar ham kerak. Video albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.